Comfort Zone Auto Kia Olmaliqda sotuvi bo'yicha trendda bo'lgan Kia Sorentni birinchi pozitsiyasi, kerak bo'lsa ikkinchi pozitsiyasi, mana sizlarga uchinchi pozitsiyasini obzorini birma-bir ko'rsatib beraman, farqlarini bilib olasizlar. Bu videoni Kiachilarga jo'natib qo'yinglar. Akalar, opalar niyat qilib qo'ygan bo'lsanglar Kia Sorentni videoni oxirigacha ko'ringlar. Nima qilib o'tiribsizlar? Hayotgandek kanaldagi bo'lsangiz, podpiskani bosib qo'yinglar. Bizlar uchun bu narsa motivatsiya bo'ladi. Biz obzorni boshladik. Kia Olmaliqni changlari, Kia Sorentni o'rtoqlar, bizni birinchi pozitsiyasidan obzorni boshlaymiz. Gapni birinchi pozitsiyasidan boshlaymiz. 2-3larga ketma-ket pog'ondan o'tamiz. Xo'p, o'shanda chalg'imaysizlar. Birinchi pozitsiyasi asl bahosi 199 million 900. Qolganlarda nima farqi bor deysizmi? Aka, bitta ko'rib chiqing. Yoritish chiroqlari LED, kunduz yoritish chiroqlari ham oq yonadi. Reshotkalari glansli, nikkel, xrom detallar bezatilgan, plastiklar zashta qilingan. Bitta farqi qolganlaridan tumanka chirog'i yo'q, plastik bilan qoplab qo'yilgan, ya'ni berkitib qo'yilgan teshigi bo'ldi. Kia Sonet o'sha Kia Sonet mana shu bitta tumankasi bilan birinchi pozitsiya farq qiladi. Asosiy farq qiladigan joyi buni salon qismida. Videoni oxirigacha ko'rib turing. Salon qismi esa skromniy odamlar uchun eng zo'r variant. Salon qismida eshikni ochilishlariga e'tibor beramiz. Yumshoq, gap bo'lishi mumkin emas. Obshivka yaxshi plastik, lekin to'liq plastik qoplangan, uncha-munchaga qirilib ketmaydi. Endi birinchi pozitsiya bo'lgandan keyin holat shu bo'ladi. Salon qismi qop-qora, interyerga baho beringlar. Qora skromniyni yoqtiradiganlar uchun zo'r mashina, ya'ni birinchi pozitsiya yomon emas demoqchiman. Tepa qator to'liq plastik, markaziy konsol, asosiysi konditsioner bor. Ko'rib turganingizdek monitori, buragichlari va knopkalari avvalingi joyida. Radio qo'yilgan, Bluetooth bor va USB orqali ham ishlatsangiz bo'ladi. Zaryadkalari ham bor, prikuritel ham bor. Va mana bunaqa idishlarigacha. Ruchnoy barini ham sizlarga orada ko'rsatib o'tib ketaman. Kengligiga o'zingizlar baho berib qo'yasizlar. Ustilari koja. Xo'p. Bu esa material o'rta qatori material, koja emas, hech qanaqa. Mana ko'rsanglar bo'ladi, material. Obshivkalarining holati to'liq olib plastik, ushagichlari ham bor ekan. Xo'p, o'rta qatorga keladigan bo'lsak, rul ham yumshoq renzinkali material bilan ishlangan. Multimedia asosiysi, tablo ortiqcha katta farq qilmaydi qolganlaridan. Xo'p, konditsioner, radio, deflektorlarning joylashuvi, bitta interyerga baho berib ketasizlar va qolgan mashinalar bilan, ya'ni ikki bilan ishni farqini oson bilib olsanglar bo'ladi. Xo'p, yana bitta farqlardan biri bu mexanik korobka 6 pog'onali va bu degani qolganlarga qaraganda ekonomichniy va zadniga urganinglarda mana bunaqani bundoq ko'tarish kerak bo'lar ekan. Xo'p, qancha rasxod qiladi degan savol tug'iladigan bo'lsa, men sizlarga umumiy qilib 3-pozitsiyasini ko'rganimizni aytib o'tib ketaman farqlari bilan. Hozircha esa mashinaga, interyeriga, saloniga baho berib qo'yasizlar. 199 million 900. Mashinaga, ko'rinishga baho berib ketasizlar. Narxi yana eslatib o'tib ketaman, 199 million 900. Kalitini ko'ramiz. Xo'p, ochadi, yopadi, bagaj ochadi. An'anaviy o'zimiz tanigan Cobalt. Hech anaqaga o'xshaydi, pultga o'xshaydi. Start stop yo'q demoqchiman. Kalitni tiqamiz va bu yerda stepleniyasi ham bor. Stepleniyani bosib turib tabloni ko'ramiz va yumshoqqina zavod qilamiz. 1.5 atmosferniy 115 ta ot kuchi ishga tushdi. Ko'rib turganingizdek. Va burimiz. Ko'pchilik mexanikaga qiziqadi, savdosi ham yaxshi ekan aytishlari bo'yicha. Mashinaga baho berib ketamiz. Orqa qatorlari 3 kishi, 2 kishi bemalol olib ketadi. Tepa qator avtotikan, chiroqlari bor salon uchun, pardalari va 4 ta oynalari elektronli. Bokovida avarinka chiroqlari bor, tashqi ko'rinish, bordovisi va metallik rangini ham ko'rsanglar bo'ladi. Juda ham chiroyli. Bunda ham tumankasi yo'q. Plastik bilan zashta qilingan teshiklari bunda ham yo'q. Bular birinchi pozitsiya 199 million 900 va tom qismida o'zgarish yo'q va lyuk bo'lmaydi o'rtoqlar. Endi biz ikkinchi pozitsiyasiga o'tamiz. 222 million 900 bu Kia Sorentni ikkinchi pozitsiyasining narxi. Ko'ramiz. Nimaga 222 million 900? Jigarim, odam podam emas ekansiz. Undan oldingi birinchi pozitsiyasini yaxshilab ko'rmabsiz.
Yana aytaman, tashqi ko'rinish bir xil, akaginam bir xil. LED chiroqlar, kunduz yoniq chiroqlari ham oq yonadi. Glansiy reshotka panjara, nikkel, xrom, zashta plastikli qo'yilgan. Birinchi pozitsiyasidan farqi tumanki lampochka bor, yonlari glansiy qilingan. Birinchi pozitsiyasida yo'q edi. Mayli, sizga qiyin bo'lmasin, video davomida farqlarini obzor qilib ko'rsatib o'tib ketamiz. Tashqi ko'rinishi faqat mana shu lampa bilan farq qiladi, lekin yon taraflari ham boshqacharoq. Nimasi bilan deysizmi? E'tiborga oling. Qopqog'i, bokovoy qopqoqlari va tom qismi stoykalari bilan orqa qatorgacha glansiy qilib qoraytirilgan. Farqini ko'rdingiz-a? Va umuman dizayn bo'yicha chiroyli vid beradi. Va mana bu 4 ta eshik ruchkalari nikkel va besklochvoy dastup knopkasi bor. Ya'ni kalit cho'nchagingizda bo'lsa, shuni bosib mashinaga kirib ketsangiz bo'ladi. Farqini ko'rdingiz-a? Mayli, yana sizga qiyin bo'lmasin, video davomida bir-birini solishtirib o'tib ketamiz. Xo'p, baloniga to'xtamaymiz. Baloni birinchi pozitsiyasi bilan ikkinchi pozitsiyasini dizayni bir xil. 215 ga 60 16 razmerda. 215 ga 60 R16 razmerda. Bir bilan ikkinchi pozitsiyasini diskasi, dizayni bir xil. Salon qismida esa anchagina farq bor. Ko'ramizmi? Aka, kanalda yangi bo'lsangiz, podpiskani bosib qo'ying. Biz uchun motivatsiya bo'ladi. Boshqa narsa kerak emas. Kelasizlarda mana bu knopkani bitta bossanglar, mashina o'zi ochiladi, ya'ni besklochvoy dastup. Obshivkaga to'xtalamiz. Ko'rib turganingizdek, bu yerda ham qattiq plastiklar ishlatilgan, lekin sifatli 4 ta oyna elektronik bokovoylarigacha. Xo'p, salon qismi birinchi pozitsiyasidan ancha-muncha farq qiladi. Jigarim, odam-podam maskanasi, esizdami? Birinchi pozitsiyasini salon qismi qanaqa edi? Endi bunga bitta e'tibor bering. Bunga endi bitta e'tibor bering. Umuman boshqacha. Monitor, klimat kontrol, interyer, rullarda ozgina anchagina farq bor. Nimada farq ko'rdingiz? Men sizga birma-bir aytib o'tib ketaman. Birinchi o'rinda pult o'zgargan, avtohol knopkasi qo'shilgan, ya'ni zavod qilsanglar bo'ladi. Va bu yerda start stopni ko'rsanglar bo'ladi. Xo'p, tablo o'zgarmagan, sal dizayni o'zgargan bo'lishi mumkin. Tormozni bosamiz va zavod qilamiz. Paketlari bilan turibdi. Hammamizga shunaqa paketli mashinalarni haydash nasib qilsin. Kia monitor qo'yilgan, ya'ni radio, Bluetooth, Wi-Fi, hamma narsasi bor. Menga yoqqan tomoni bu juda ham yumshoq ishlayapti. Men bunaqa deb o'ylamagan edim. Baland past qilish kerak bo'lsa, knopka orqali, kerak bo'lsa, sensor orqali ishlatsanglar bo'ladi. Zo'r, a? Xo'p. Stoykalari glansiy qilingan, naqshli, qattiq plastik, bardachoklari bu yerda joylashgan. Kia Sonet dizayndagi deflektorlar, yonlari glansiy va e'tibor bergan bo'lsanglar, birinchi pozitsiyasida magazin konsolda ikkita shayba bor edi. Bu yerda esa knopkali ko'paytirilgan issiq, sovuq va shamolni regulovkasi va konditsioner. O'rtasida mana bunaqa monitorchasi, ekrani bor, avarinka joyida va kattakon monitor sensorli. Va bu yerda yana bir farqlardan biri 5 pog'onali avtomat korobka, yonlari glansiy, mana bunaqa naqsh bor. Kiyaga o'zi xos bo'lgan naqshli dizayn ko'p mashinada ishlatadi. Xo'p, prikuritel, USB va zaryad qilish uchun portlari joylashtirilgan. Prikuritel uchun joy, idishchi, ruchnoy qo'l tormozi va barini ham bitta ko'rsatib o'tib ketaman. Usti kojinli. Sidinasiga keladigan bo'lsa, sidinasi yon qismlariga koja ishlatilgan, o'rta qator esa xuddi birinchi pozitsiyasida qanday bo'lsa, xuddi shunaqa, ya'ni material. Va bitta interyerga baho berib ketasiz. Rulda ham nikkel qismlari qo'shilgan. Kruz kontrolni ko'rsangiz bo'ladi. To'liq multimedia ishlaydi va faralari va dvorniklari avtomatik tarzda o'zi yonib, o'zi ishlaydi. Ikkinchi pozitsiya va buni narxi 222 million 900. Endi esa biz 3-pozitsiyasiga o'tamiz. Xo'p, 1,5 atmosferli, benzin tanlamaydi, gaz, propan, 4 silindrli dvigatel. Bitta katta obzorda ko'rsanglar bo'ladi va biz bu toychog'imizni, erka toyimizni tashqi ko'rinishini ko'rsataman.
Mana shu qopqog'ini o'zi anchagina og'ir ekan, og'irlik qilyapti qo'limga. Mashinaning og'irligi 1 tonna plus minus sal yuqoriroq vazni. Tashqi ko'rinishi bir xil, ikkinchi pozitsiya bilan unda ham LED chiroqli, kunduzgi yoritish chiroqlari oq, glansiy reshotkali va tumanka bor. Faqat birinchi pozitsiyasida yo'q. Xo'p, mana bu haqiqiy diski, заводской diskasi, glansiy va xrom aralashgan. 2 bilan 1 desi kalpak, faqat dizayni diskaga o'xshaydi, ya'ni quyma diskaga o'xshaydi. Xo'p, razmerini yana aytib o'tib ketaman. 215 ga 60 R16 razmerda. 16 razmerda. Ya'ni 1, 2, 3 diskasi razmeri bir xil. Beskluchovoy dastur bor, nikel ruchkalari bilan. Tepasida duga va lyuk mavjud. O'zimizni bitta kichkina sinovimiz bor-ku. Oldiga men o'tiraman, o'zimni orqamga sig'amanmi degan savolni sizlarga berib, o'zim ko'rsatib berardim. Bu narsani men bu mashinada qila olmayman, chunki oldiga o'zim sidinamni joylashtirsam, orqasiga men o'tira olmayman. Ikkinchi qatorga keladigan bo'lsak, xo'p, orqa qatoriga balki 47 litr aytib o'tib ketishim kerak. Okigina hammasini orqa dizayni bir xil. Birinchi diskmi, ikkinchi diskmi, uchinchi pozitsiya diskmi, dizayni ko'rinishi bir xil. Pastki qator xrom detal, nur qaytaruvchi chiroqlar, atrajator mana bu yerlarda ham bor va Sanet, Kia, ADM yozuvlari, qisqartmalari va bagaj qismini bitta sizlar bilan ko'rmasam bo'lmaydi. Ana bo'lmasa. Ko'rayotganingizdek chuqurgina va keng bundoq qilish kerak ekanda, bundoq ochsanglar mana sizlarga zapaska balon e'tiborga olsanglar bo'ladi. Yon atroflarini qandoq ishlanganligini baho berib ketasizlar, ustakalar bo'lsa. Shuni yopamiz va voya. Propan yoki gaz balon bemalol sig'adi va sig'dirishib kelishyapti olganlar. Salon qismiga o'tishdan oldin bu mashinani narxlarini birma-bir sizlarga aytamiz, chunki bu 3-pozitsiya. 3 deysizmi, yana aytaman, 2 deysizmi, birinchi pozitsiya deysizmi, hammasini dizayni va bagaj qismi bir xil ko'rinishda. Jigarim, video yoqqan bo'lsa, yoqayotgan bo'lsa, like bosib qo'ying. 249 million qanchaga 3-pozitsiyani salonidan, full pozitsiyasidan 1 bilan 2 dan qancha farq qiladi va nima komfortlik olamiz? Shuncha pulga hozir sizlarga aytib o'taman. Deyarli hamma joyi bir xil. Monitor bor, glansiy, yaltiroq, juda ham chiroyli, knopkalar, konditsioner bor, hammasi joy-joyida. Qo'shimchalarini aytadigan bo'lsam, ikkita oldi qismida abduf funksiyasi bor, ya'ni ikkita oldi o'rindiqlari soviydi. Drive sistemasi qo'shilgan, mashinani komfort, eco, normal tizimiga olsanglar bo'ladi va traction knopkasini bosadigan bo'lsanglar, sizlar mashinani qishga, qumli yo'lga va notekis yo'lga sizlar boshqarsanglar, sozlasanglar bo'ladi. Shunaqa afzalliklari qo'shilgan 3-pozitsiyasida. Rul koja qizil choklari bilan, ya'ni salonda patmas qilingan, kurs kontrol bor, faralar, dvorniklari avtomatik tarzda yonadi. Tablo esa 1-2 bilan deyarli bir xil ko'rinishi, dizayni. Va nima ko'rsak bo'ladi? 5 pog'onali avtomat korobka, yonlari o'sha glansiy qilingan, rushnoy elektronlik qo'l tormoz emas, bar koja va yana narsa o'zgargan bu yerda o'rindiq. Mana endi boshqacha bo'lgan, ya'ni 1 bilan 2 da material bo'lsa, bu yerda koja va qizil choklari bilan bezatilgan. Akustikasi Boss brendiga tegishli ekan. Boss. Yana o'zgarish bor. Tepa qator avtotikan va bu yerda taram lyuk qo'yilgan. Lyuklar polni ochiladi. Start stopni bosamiz. Mashina yonadi va lyukni ochib sizlarga bir sala ko'rsatib o'tib ketmasam bo'lmaydi. Kattagina bemalol setga qo'yib qo'ysanglar amitiga mazza qilib yuradigan joyi. Va avtomatik ekan, o'zi yopiladi, o'zi ochiladi. Baho berib qo'yinglar akalar. Farqlarini sizlarga ko'rsatib berdim. Sizlarga qaysi biri ma'qul? 199 million 900, 222 million qanchadir va 249 million qanchadir pul bor, ya'ni chaqa-chuqasi bor. Va sizlarga qaysi biri ma'qul bo'lsa, xohlaganinglarni maslasini xarid qilsanglar bo'ladi. Hozirgi holatda mana 5 litr rasxod ko'rsatib turibdi. Razgolari juda ham zo'r. O'zini tutishlari, gabarit, razgon esa uncha mashinani choyini razgonda ichirib qo'ysanglar bo'ladi, to'g'rimi? Albatta to'g'ri. Avtomobilimizga keladigan bo'lsak, akamiz aytib o'tdilar.
5,5-6 litr shahar ichiga yeydi benzin. Agarda uzoq yo'lga bo'ladigan bo'lsa, undan ham 4,2 gacha tushirsangiz bo'ladi. Bemalol 4,2 gacha yeydi uzoq yo'lda. Keyin asha misol uchun bizda hozir tavoda 5,5 litr benzinimizni ko'rsatyapti ishini. Agarda polniy bak bilan 5,5 atrofi shahar ichida yeydigan bo'ladigan bo'lsa, polniy bak bilan 600-650 kilometrga mashinamiz mo'ljallangan. Oho. Yana qo'shimcha qilib qo'shib o'tamiz. Motorimiz remen emas, bir xil avtomobillarga o'xshab tsepli motor. 5 yil 150 ming kilometr mashinani o'ziga, korobka hamda kuzov qismlariga, motor qismlariga 5 yil 150 ming kilometr garantiya beriladi. Salon tomonidan bemalol gap bo'lishi mumkin emas, lekin hozirgi kunda talab yuqori. Nimaga talab yuqoriligini ikkita narsa bilan tushuntiraman. Birinchisi, rasxod kam, razgoni zo'r. Ikkinchidan, yosh ayol opalarimiz orasida anchagina talash. Nimaga degan savolga mana yechim topdim. Oldi qator bemalol ko'rsanglar bo'ladi. Kapot qismini ikkita bokovoy bilan kurgovoy 360 gradusli holatni ko'rsanglar bo'ladi va bokovoylar ko'rsatib berar ekan aka. Albatta, Gap yo'q lekin. Mashinalar obzori juda ham zo'r bo'ladi. Keyin bunda avtomobilimizga qo'shimcha qilib aytadigan bo'lsak, kechqurun svet datchiklari bor. Kechqurun svetlarni o'zi yoqoladi. O'shanga to'g'ridagi keladigan mashinaga qarab farlarni to'g'rilash sistemalari ham bor. Mashinamizda stabilizatsiya tizimlari, baza akustik sistemalari. Tayyor avtomobil olib qaytish kerak bo'ldi. Gazga ham pedal srazi javob beryapti. Zo'r. Boshida ko'proq bo'lishi mumkin. Yangi mashina obkatkadan chiqish degan narsa bor. Lekin mashinaning rasxodlari o'zgaradi va mashina yana borgan sari o'zini yaxshi tutadi. Tormoz tizimlari ham вообще idealniy va mashinani motordan tortib o'sha siz aytgandek ipidan ignasgacha garantiyasi bor. Mashina sizga yoqdimi? Komment fikringizni qoldirib qo'ying va Kia Sonet qidirib yurgan aka opalarga jo'natib qo'yinglar. Lekin mashina zo'r variant ekan.